Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga xayrli kun tilagan holda O'zbekiston vaqti bilan ko'rsatuvi yana jonli efirda. Assalomu alaykum barchaga eslatib o'tamiz, bugun haftaning juma kuni va biz mana shunday a'lo kayfiyatda dasturimizni boshladik. Sizni oldinda bir-biridan qiziqarli reportajlar va foydali suhbatlar ketma-ketligi kutmoqda. Ha, biz boshladik. Buxoro Biennalesi ayni kunlarda butun jahon san'ati markazlaridan biriga aylangan Buxoro ana shu nomdagi yirik festivalga mezbonlik qilmoqda. Bu safar Biennale doirasida 40 dan ortiq davlatdan kelgan 70 ga yaqin ijodkorlar ishtirok etyapti. Xuddi shunday festivalni kuzatib hayratingiz oshishi tabiiy. 16-asrda qurilgan Xo'ja Kalon masjidi ilk bor art loyiha maydoniga aylanib, kolumbiyalik rassom Delsi Morales va britaniyalik Anthony Gormleyning asarlari orqali o'ziga xos ko'rinish kasb etadi. Ha, bir so'z bilan aytganda ushbu festival nafaqat san'atning, balki millatlar hamdo'stligini mustahkamlaydigan nuqtaga aylandi. Demak, ilk lavhamizda Buxoro Biennalesiga sayohat qilamiz. Marhamat. Tomosha qilamiz. Buxoro Biennalesi doirasida san'at va tarix yana birlashdi. Festival faqat san'at emas, balki me'moriy merosni jonlantirishga ham xizmat qilmoqda. Mazkur tadbir davomida 1579-yilda qurilgan Xo'ja Kalon masjidi ham qayta foydalanishga topshirildi. Har kuni minglab sayyohlar va san'at ixlosmandlari ushbu majmuada yurib, installyatsiyalar orasida sayr qilishadi. Ushbu ko'rgazma umuman boshqa art installyatsiyalarga umuman o'xshamaydi. Nega desangiz, uni tashqaridan bir qaraganda xuddi piramidalarga o'xshatasiz, lekin ichki qismiga kirganingizda esa xuddi o'rgimchak to'riga tushib qolgandek o'zingizni his qilasiz. Keling, yaxshisi birgalikda ko'ramiz. Bu loyiha muallifi kolumbiyalik rassom Delsi. Ijodkor o'z asarida Buxoro me'morchiligi, to'qimachilik an'analari va bu zaminning ruhiyatini birlashtirgan. U Xo'ja Kalon yodgorligining ustunlari oralig'ida yaratganning ko'zi deb nomlangan usulda iplardan o'rgimchak to'riga o'xshash yog'och konstruksiya yaratgan. To'rtta yo'nalishdan chiqayotgan iplar yer, suv, havo va olov unsurlarini ifodalaydi. Ularning har biri insonni tabiat bilan, jamoa va koinot bilan bog'laydi. Ko'rgazmadagi har bir detal Buxoroning boy madaniy qatlamini eslatadi. Iplar tuproq, dolchin, chinnigul va Buxoro ziravorlari bilan bo'yalgan bo'lib, bu nafaqat hid orqali, balki his orqali ham tomoshabinni jalb etadi. Bu tom ma'noda Buxoroning ifori bilan to'yingan san'at namunasidir. Morales o'z asarida aytganidek, yorug'lik va soya bu hayot va o'lim o'rtasidagi muvozanatdir. Soya haddan tashqari quyoshdan himoya, yorug'lik esa hayotga nur. Shu bois u asarda yorug'lik va soya o'yinini me'moriy tuzilma bilan uyg'unlashtirgan. My first impressions of Bukhara. Buxoro haqidagi ilk taassurotlarim ajoyib. Bu shahar go'yo tarixning o'zida sayr qilayotgandek his uyg'otadi. Inson bu yerga qadam qo'ygan zahoti o'zini ertaklar olamida yurgandek tuyadi. Shahar tarixga boy, har bir bino, har bir ko'cha o'z hikoyasiga ega. Biennale doirasidagi tadbirlar esa meni va turmush o'rtog'imni hayratda qoldirdi. Juda ijodiy, zamonaviy va shu bilan birga bu loyiha Buxoroni yanada chiroyli qilgan. Masalan, biz ko'rgan piramida shaklidagi ko'rgazma meni o'ziga maftun qildi. Unda tarix va zamonaviylik go'zal tarzda uyg'unlashgan. Biz Buxoroga ayni shu festival davrida kelganimizdan juda xursandmiz. Bu shahar chinakam go'zal, o'ziga xos muhitga ega va har bir mehmonni iliqlik bilan kutib olmoqda. Buxoro Biennalesi doirasida Xo'ja Kalon majmuasida namoyish etilayotgan navbatdagi art installyatsiya taniqli britaniyalik haykaltarosh Anthony Gormley ijodiga tegishli. Rassom o'z asarida inson tanasi, cheksizlik va mavjudlik o'rtasidagi bog'liqlikni falsafiy yo'nalishda talqin qiladi. Uning fikricha, inson tanasi jismonan yaralangan bo'lsa-da, unda cheksizlikni his etish va yaratuvchanlik kuchi mujassam. Gormley bundan 50 yil avval O'zbekistonga kelishni orzu qilgan, ammo u paytda bu imkoniyat bo'lmagan. Yarim asr o'tib u orzusiga yetdi. Endi Buxoro aynan 16-asrda bunyod etilgan Xo'ja Kalon masjidi uning yangi san'at maydoniga aylandi. Rassom bu loyihada buxorolik usta Temur Jumayev bilan birgalikda ishlagan. Ular minglab loyihalardan iborat Tanalar labirinti nomli ko'rgazmasini yaratishdi. Har bir g'isht insonning tanasining bir bo'lagi. Bu g'ishtlar inson mehnati, harakati va tuyg'ularining timsoliga aylangan. Bu installyatsiya tomoshabinga san'atni nafaqat ko'rish, balki his etish imkonini beradi. Labirint ichida yurayotgan inson o'zini o'tmish bilan, bugun bilan, hatto kelajak bilan bog'laydi. Loydan yaratilgan shakllar orqali rassom inson va tabiat o'rtasidagi doimiy aloqani eslatadi. Natijada ijodkorning asari tarixiy maskanda yangi ma'no kasb etadi. Bu faqat haykaltaroshlik emas, bu inson mavjudligi, yaratish va davomiylik haqidagi falsafiy mulohazadir.
Bugungi kunda Buxoro Biennalesi nafaqat san'at, balki xalqaro madaniyatlar muloqoti maydoniga aylandi. 40 dan ortiq davlatdan kelgan 70 dan ziyod rassomlar, 14 ta tarixiy obyektda joylashgan 60 dan ortiq art installyatsiyalar orqali Buxoro qadimiy shahar sifatida yangi ma'naviy qiyofaga ega bo'lmoqda. Shahar bugun o'zining tarixiy obidalari, san'atkorlari va mehmondo'stligi bilan yana bir bor dunyo diqqat markazida. Biennale orqali bu shahar nafaqat o'z merosini saqlamoqda, balki zamonaviy san'at orqali uni butun dunyoga yangicha talqinda taqdim etmoqda.